Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari kursimizning aziz o'quvchi ulg'ayuvchilari. Shukronalik bizning hayotimizga kundan kunga mo'jizalar olib kiryapti. Shukronalik bilan o'syapmiz, ulg'ayyapmiz. Shukronalik bizning hayotimizga mo'jizalarni kirib kelishiga sababchi bo'lyapti. Boylik, pullar, sog'lik, karyera va munosabatlar har bir sohamizda shukronalikni his qilishni o'rganyapmiz. Har bir sohamizda biz o'zimizni yana ham rivojlanayotganligimizni his qilyapmiz. Biz o'zimizni sog'lom, g'ayratli va ko'p vaqtimizni baxtdan quvonib o'tkazishimiz kerak. Nimaga deganda, tug'ilganimizdan boshlab bunga haqqimiz bor. Amalda ko'p odamlar o'zlarini bunday his qilmaydilar. Ko'p odamlar kasallik bilan bog'liq o'z tanasining faoliyati, muammolari yoki depressiya xurujida qiynaladilar. Lekin ruhiy kasalliklar to'laqonli salomatlikdan ko'ra kam hisoblanadi. Shukronalik to'laqonli salomatlik, aql va tananing eng tez ijobiy ta'sir qiladigan vositalaridan biridir. Agar shukronalik mo'jiza yaratishiga ishonmasangiz, biz tavsiya etayotgan sehrli kuch amaliyotini chindan ham bajarib ko'ring. Ko'p sonli tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, shukronalikning sehrli kuchi tana va ruhni tibbiy oqimini kuchaytiradi, tezroq davolanishiga yordam beradi. Shukronalikning sehrli kuchi parvarishi, ovqatlanishingiz, tibbiy yordamga bog'liq ravishda ishlaydi. Qandaydir kasallik bo'lishida tananing yomon holati yuz beradi va sizning bu xususda hislaringiz yomon bo'lishi, xavotir va qo'rquv ta'sir qiladi. Ammo kasallikdan paydo bo'lgan yomon hissiyotlarning bo'lishi o'zcha salomatligingizni tiklashga yordam bermaydi. Haqiqatda ular teskari samara beradi. Sog'liqni yanada ham pasaytiradi. Salomatlikni ko'tarish uchun eng oddiy usul: siz yomon kayfiyatingizni yaxshilash uchun minnatdorlikning sehrli kuchini takrorlang. Ko'pchilik odamlar o'zining tashqi ko'rinishidan ham norozi bo'ladilar. Afsuski, bunday xayollar va hissiyotlar salomatlikning sehrli kuch oqimini kamaytiradi. Agar sizning tanangizda biror narsangiz yoqmasa, mana nima haqida o'ylasangiz bo'ladi. Tortishish qonuniga asosan tanangizning haqidagi shikoyatlaringiz kattaroq muammolarni keltirib chiqaradi. Tana haqidagi shikoyatlaringiz salomatligingizga xavf tug'diradi. Kim noshukur bo'lsa, sog'lig'i va tanasiga borini ham yo'qota boshlaydi. Kim minnatdor bo'lsa, sog'ligi va tanasiga ularga barakasi beriladi, sog'lomlashadi. Siz kasal yoki hozir nosog'lom bo'lishingiz mumkin. Hatto qattiq og'riqlar sezishingiz mumkin. Ammo siz bu so'zlarni o'qiyotgan bo'lsangiz, salomatlikning tuhfasini olishda davom etyapsiz. Balki kasal bo'lganda, og'riq borida shukronalik hissiyotini sezish qiyindir. Lekin ozgina minnatdorlik ham salomatlikning sehrli oqimini ko'paytirishga yordam beradi. Bu amaliyot salomatligingizni mustahkamlash va sizni baxtli qilish uchun ishlab chiqilgan. Sizga bu amaliyotning g'aroyib tarzdagi ta'sirini tezlashtirish uchun 3 qadamli yondashuvni taklif etamiz. Birinchi qadam: sizga berilgan salomatlik. O'tmishda butun bolalik, o'smirlik, yetuklik vaqtingizdagi mustahkam salomatlikka ega bo'lganingiz haqida o'ylang. Siz o'zingizni g'ayratli va baxtli his qilgan davringiz haqida o'ylang. Hayotingizda
tanangizdagi 3 ta alohida lahzani o'zingizni dunyo cho'qqisida his qilgan vaqtingizni eslang. Shukronalik keltiraman deb o'sha davrlarga ayting. Agar xayolan o'z bolaligingizga qaytsangiz, 3 lahzani eslash oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, siz olishni davom ettirayotgan salomatlik hozirgi vaqtdagi. Siz olishni davom ettirayotgan salomatlik va tanangizdagi hozirgi vaqtda yaxshi ishlayotgan hamma a'zolar, tizimlar, jismoniy hissiyotlar uchun shukronalikni his qiling. Qo'llaringiz, oyoqlaringiz, ko'zlaringiz, quloqlaringiz, jigar, buyrak, miya yoki yurak haqida o'ylang. O'z tanangizning 5 ta faoliyatini tanlang va birma-bir har biriga shukronalik keltiraman deng. Siz olmoqchi bo'lgan shukronalik kelajakdagi sehrli kuch amaliyoti uchun o'z tanangizda siz yaxshilamoqchi bo'lgan har bitta narsani tayinlang. Ammo bugun biz minnatdorlikning kuchidan maxsus tarzda foydalanmoqchimiz. Siz yaxshilamoqchi bo'lgan a'zoyingizni salomat ekanligini tasavvur qiling. Siz salomatligingizning ideal holatini tasavvur qiling. Minnatdorchilik bildirayotganingizda ideal holatini olish harakati boshlab yuborasiz. Juda ko'p hollarda qandaydir kasallikning tashxisidagi odam bu haqda gapiradi. Kasallik haqida ma'lumotlar yomonlashishi va eng yomon oqibatlar haqida suhbatlashadi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, o'zining butun diqqatlarini kasallikka jamlaydi. Ammo tortish qonuni, agar diqqatingizni kasallikka jamlasangiz, u ketmaydi deydi. Balki kasallikni ko'paytiradi ham. Uning o'rniga biz teskarisini qilishimiz kerak. Diqqat va his-xayollarimizni yomon his qilayotgan tanamiz sohasiga emas, o'sha sohaning sog'lom davriga jamlash kerak. Tanamizning holati xayollarimiz va hissiyotlarimizni joyida kuchli foydalanadi. Shunday ekan, salomatlik bir siltashda magnitlab olamiz. Bir daqiqa sarflang, o'zingizni xuddi sog'lom holatda, siz istagan ideal sog' holatda ko'z oldingizga keltiring. Siz salomatlikni olgandek tasavvur qiling va minnatdorchilik bildiring. Shuning uchun, agar siz buyraklaringiz salomatligini tiklashni istasangiz, tanangizni hamma chiqindilarni filtrlaydigan, tozalaydigan buyraklarning kuchli sog'ligi uchun shukronalik bildiring. Siz sehrli kuch tarzida toza va sog'lom qoningiz uchun shukronalik keltiring. Qoningizdagi kislorod va oziq moddalar butun tanangiz bo'ylab tashiydi. Agar siz sehrli kuch tarzida yuragingizni tiklab olmoqchi bo'lsangiz, sog'lom va kuchli yurak uchun shukronalik keltiring. Bu organizmingizdagi har bir a'zoni salomatligini saqlab turadi. Agar siz sehrli kuch tarzida o'zingizning ko'zlaringizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, a'lo ko'rayotganligi uchun shukronalik keltiring. Agar siz eshitish qobiliyatini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, mukammal eshitayotganligingiz uchun shukronalik keltiring. Agar siz qayishqoq bo'lishni istasangiz, tanangizning egizuvchanligi va qayishqoqligi uchun shukronalik keltiring. O'z vazningizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, xuddi unga egadek tasavvur qiling va uni olgandek minnatdor bo'ling. Nimani birinchi bo'lib yaxshilamoqchi bo'lganingizdan qat'iy nazar, o'shani ideal holatda tasavvur qiling. So'ng uni olgandek minnatdor bo'ling. Istagan kasallikning haqiqiy davolovchi kuchlari bizning ichimizdadir. Gippokrat, G'arb tabobati otasi. Siz o'z salomatligingizni mustahkamlayotgan sehrli kuch va mo'jizalarni har kuni kuzatishingiz kerak. Agar kerak bo'lsa, salomatligingizni to'liq tiklashning sehrli kuchini tezlashtira olasiz. Buni bir kunda bir necha marotaba qilishingiz va o'z tanangizni istagan qismini yaxshilashingiz mumkin.
Ammo har safar sizda yomon xayollar yoki salomatligingiz haqida yomon hislar bo'lsa, tezda o'zgartiring. Xuddi o'zingiz istagan salomatlikka egadek tasavvur qiling va uni yaxshilanganligi uchun minnatdor bo'ling. Salomatlikning sohasidagi mo'jizalar va sehrli kuch. Vazifalar. Birinchi, sehrli kuch amaliyotining 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronaligingiz hisoboti. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing va nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni qayta o'qib, galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deng va imkon boricha minnatdorlikni his qiling. Siz xuddi muvaffaqiyat cho'qqisida turgan 3 ta alohida holatni eslang va u vaqtlar uchun shukronalik keltiring. Tanangizning 5 ta vazifasini bajaradigan, yaxshi ishlaydigan a'zolari haqida o'ylang va birma-bir minnatdorlik bildiring. Tanangizdagi biror sohani tanlang va yaxshilamoqchi bo'lganingizni 1 daqiqa diqqatni jamlab, uni ideal holatda ko'ring. So'ng bu ideal holat uchun shukronalik keltiring. Sehrli kuch toshini uyquga yotishdan oldin kaftlaringizda siqib, kun davomida bo'lgan yaxshi voqealar uchun shukronalik keltiring.